Yotgan tadbirlarning ko'lami, uning mazmun va mohiyati kabi nihoyatda keng. Aytish mumkinki, u barcha jabhalarni qamrab olganligi bilan ham ahamiyatli. Konstitutsiyaga o'zgartirish va qo'shimchalar kirish to'g'risidagi qonunga ko'ra 2022-yil 25-iyundan 2022-yil 5-iyulgacha demak portal umuman mana shu davlat tashkilotlari, fuqarolar tomonidan 60 mingdan ortiq taklif kiritildi va mana shu yangi konstitutsiyamizga 6 ta yangi modda va 16 ta qo'shimcha yana ko'plab moddalar kiritildi. Jami 155 ta moddadan iborat konstitutsiyamiz qabul qilindi. Aynan 24-bobga qaraydigan bo'lsak, demak bitta bob qo'shildi. Bu ham bo'lsa advokatura institutining tashkil etilganligi. Bundan tashqari mana 2-bo'limda inson va fuqarolar huquqlari, erkinliklari burchlari 50, 52, 49-moddalarga aynan ta'limga qaratilganligi, ya'ni o'qituvchilarning huquq va erkinliklari kafolatlanganligini biz ko'rishimiz mumkin bu konstitutsiyada. Ta'kidlash joiz, bu kabi tantanavor uchrashuvlar, erishilayotgan yutuqlar va qo'lga kiritilayotgan marralar, eng muhimi, yangilanishlar sari dadil odimlashimizda aynan konstitutsiyamizda belgilab qo'yilgan me'yorlar muhim o'ringa egadir.